Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 22-darsning muzokarasini qilamiz. Biz 19-20-darsdan muzokarasini bir qilgan. Ya'ni 19-darsning muzokarasi biz 20-darsda chiqadigan grammatikalik mazmunni so'zlab bo'lgan. Shuning uchun biz 20-darsda muzokara qilmadik. 21-darsda alohida yangi grammatikalik mazmun chiqmag'achqa, undan boshqa tekst, mashqlar ishlanib bo'lg'achqa biz muzokara qilmadik. Biz bugun 22-darsning muzokarasini qilamiz. Shundaqla 23-dars, ya'ni biz at deganda o'qimoqchi bo'lgan darsimizning muzokarasini qo'shib qilib o'tamiz. Nimishqa deganda, chunki atlik darsda hech qanday yangi grammatikalik mazmun chiqmaydi. Faqat yangi bir buyruq shaklidagi fe'ldan birini o'rganamiz. Shuni eskartib qo'yaman. Buni tekstimni eskartgan. Shunda bo'lsa yana bir qatim eskartaman. Undan boshqa yangi mazmun chiqmaydi. Shu darslik atatiga yo'llanadi. Shuni ko'rib topshiriq qilsanglar bo'ladi. Darsni muzokaramizni boshlashdan ilgari saboqdoshlar eskartib qo'yish tegishli bir gap. Inshaalloh bizningki birinchi qism kitobimiz ata tugaydi. Ya'ni at 23-darsdan tugaydi. Allohning muvaffaqiyati bilan biz birinchi qism kitobni muvaffaqiyatli tugatib oldik. Inshaalloh biz bir qism o'quvchilar va 13-14-darsningki nimasi ishlayotgan. 13-14-darsningki mashqni ishlayotgan o'quvchilar va keyin azroq yetishmayotgan o'quvchilar va shularga bir fursat berish uchun biz imtihonni yakshanba kuni olmaymiz. Shundaqla 5 darsdan olmaymiz. Oldimizdagi kitobning o'tirisi olamiz, butun kitobni olamiz. Aniq vaqtini, e'lonini ertagacha inshaalloh yo'llayman, Xudoy buyursa. Undan keyin biz mush imtihonda yuqori olgan o'quvchilarni topshiriq natijasimiz qo'shiladi degan, ya'ni kunlik topshiriqni turqishiga o'quvchilarga 100 numar olgan bo'lsa 5 numar, mushu bo'yicha nisbat shaklda 100 numaraga 5 numar nisbat shaklda oxirgi imtihonni qo'shiladi. Endi shuning uchun saboqdoshlar, mushu bolalarning ichidan mushu kitobni eng yaxshi tirishib qo'ygan, imtihonlarga yuqori numar olgan, shundaqla topshiriqlarni ishlagan o'quvchilardan tanlanib, o'quvchilarga taqdirnoma taqdirladi. Bu hisoblanib oxir 3 qism kitob tugagandan keyin bir uningda bir mukofotlanadi. Uningdan keyin biz mushu yillik taqdirnoma taqdimiz, mukofot taqdimiz. Uningdan keyin biz mushu 2 yillik planimiz bo'yicha arab tili o'rganib bo'lgandan keyin guvohnoma taqdim vaqtida u vaqtdami guvohnoma bilan birga taqdirnomalarni taqdimiz. Shunga imtihonga saqlaninglar. Kim qilgan topshiriqlar bo'lsa ishlab basanglar bo'ladi. Topshiriqni topshirishning eng oxirgi vaqti shanba kuni kech. Uningdan keyin topshirilgan topshiriqlar qabul qilinmaydi. Unda saboqdoshlar, bugungi bizningki muzokara qilmoqchi bo'lgan 22-darsda asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda al-mamnu min as-sarf, ya'ni turinishdan cheklangan ismlar haqida to'xtalamiz. Endi bu turinishdan cheklangan ism degan qanday deganda, buning ismi shunda atalgan. Sizlar buni oson tushunish uchun men bunga taxmin garchi bu mamnu min as-sarf turinishdan cheklangan degan ismga yaqin kelmasimi, nah xususiyatini tushuntiradigan shaklda tushuntirib qo'ydim. Ya'ni sizlar hozir ekranda ko'rgandek tanvin va zir harakat qilmaydigan ismlar mamnu min as-sarf deb ataladi. Endi bu harakatlar tanvin kirmaydi ekan, zir kirmaydi ekan. Zir qildigan yerda oldiga zir qiluvchi harf kelib qolsa qanday bo'ladi deganda, bu zir qiluvchi harf kelib qolsa, ya'ni ila kelib qolsa yoki min kelib qolsa yoki fi kelib qolsa, buni oxirisi zirning o'rniga zavar qo'yadi deymiz. Endi bu mamnu min as-sarf ismlar qaysi ismlar bu shaklda bo'ladi deganda, birinchidan ayollarning xos ismlari. Ayollarningki xos ismlari bu shaklda bo'ladi. Ayollarning xos ismlari bu shaklda bo'ladi. Ya'ni barliq ayollarning ismlari Fatima, Aisha, Zeynep, Meryem hammasi mushu qo'shib qilmaydigan, tanini qilmaydigan ismlar. Endi biz 3 harfdan ortiq degan gapni bir qilib qo'ydik darsda. 3 harfdan ortiq. 3 harfdan ortiq bo'lmay, agar 3 harflik bo'lib qolsa-chu desa, 3 harflik bo'lib qolsa, masalan, Hindun deganga o'xshagan ayol kishining ismi, buningda mamnu min as-sarf
qilsak ma bo'ladi, qilmasak bo'ladi. Shunga hindi xinim, hindun desak ma bo'ladi, hindu desak bo'ladi. Shunga 3 harfdan ortiq ayollarning ismlarining bo'ladi, ya'ni g'ayrimunsarif bo'ladi. G'ayrimunsarif degan o'xshash gap, mamnu munsarif degan uchun o'xshash gap. Endi ikkinchidan oyollik shakldagi o'rin joyining o'simi, o'rin joyining xos ismlari. Makka, Judda deymiz, Saudiyaning shaharlari Makka, Makka Mukarrama, Judda şu shaharning ismi, bu xos ism. Bu ayollikning xos ismi. Ya'ni o'rinning xos ismlari ayollik shaklidagina bo'ladi, mamnu munsarif bo'ladi. Mamnu munsarif bo'ladi. Üçüncüden qanday qismlar bo'ldi deganda, erlarning ismi o'simi oxirida tavib qolsa, ayollarnikiga o'xshash. Bundan bo'ldi, g'ayrimunsarif bo'ladi. Xuddi Hamza, Talha, Usama, Huzayfa deganga o'xshagan. To'rtinchidan fa'lanu o'lchimida kelgan sifatdoshlar. Fa'lanu o'lchimida kelgan sifatdoshlar. Atshan, Jav'an, Shab'an, Zam'an, Suz, fa'lan, atshan, Jav'an. Hammasi fa'lan degan mush siximga tushadi, mush qilibga tushadi. Mush qilibga kelgan ismlarning bo'ladi. Mush qilibga kelgan ismlar, ya'ni ismlar sifatlar, sifatdoshlar nima bo'ladi? Mamnu munsarif bo'ladi. Biz ma haqda tafsiliy to'xtalamiz. Masalan, tushunish oson bo'lsin uchun sifatdoshlar o'tib ketdim. Buni yana sifatdan farq qiladigan bir taraflari bor, biz uni keyin so'zlaymiz. Beshinchidan af'alu o'lchimida kelgan xossimlar. Asli af'alu degan bu arab tilida fe'lning o'lchimi, ismning o'lchimi emas. Fe'lning o'lchimi ismning o'lchimi emas. Mushu fe'lning o'lchimida kelib qolgan ismlar. Asli ism degan ismning o'lchimida kelishi kerak, ammo bu fe'lning o'lchimida bir ism kelib qolsa, buning bo'ladi mamnu munsarif bo'ladi. Masalan, akbaru, anvaru, ahmadu hammasi af'alu degan bu fe'lning o'lchimida kelib qolgan deymiz. Onundan keyin qaysi ismlar mamnu munsarif bo'ldi degan ajam ismlar, ya'ni arab tilidan sirt ismlar. Masalan, William u Edward deganga o'xshagan. İsmail İbrahim degan Qur'onda bor, bu arabcha emas bo'lsa, bu arabcha emas. Qur'onda bo'lsa-mu, bu arab tiliga kirgan chet elning ismlari. Arabcha emas. Ondan keyin oxirisi alifut ta'nis mamdud deb ataymiz arabcha. Ya'ni suzulma ayollikning alif hamzasidan ayog'lashgan ko'plik shakldagi ismlar aghniya'u, asdiqa'u, fuqara'u, atibba'u deganga o'xshagan. Hammasini g'ayrimunsarif. Qo'shib qilmaydi. Undan keyin mafa'il. Biz buni arab tilida sig'atu muntahal jumu' deb ataymiz. Muntahal jumu'. Bu atalg'i muntahal jumu' shaklida ko'plik qilingan ismlar. Bu muntahal jumu' shaklida ko'plik qilingan ism qanday deganda, shu mafa'il va mafa'il bu ikki siximda, ikki o'lchamda kelgan ko'plikning hammasi shu muntahal jumu' deb ataladi. Mesela masabih, mafatih deganga o'xshagan bu mafa'ilning misoli, mafa'il, ya'ni ya yo'qning misoli qaysi deganda masajidu, madarisu, masjidlar, maktablar degan bularningmi nima bo'ladi? G'ayrimunsarif bo'ladi. Mana bizning bu bugungi darsdagi g'ayrimunsarifningki ahvoli, bu g'ayrimunsarifning asosiy ahvoli shu, yana bir qism chala mazmunlar bor, biz buni tadrijiy o'rganamiz. Shunga bugungi darsimiz asosiy mazmuni shu, agar mashq tushunmagan yoki tekstni tushunmagan mazmunlar bo'lib qolsa, so'rasanglar bo'ladi. Men muzokarani boshlashni ilgari deb qo'ydim, yana keyin kirgan o'quvchilar bo'ldi, yana deb qo'yay. İmtihon oldimizda kapitning o'tirisida elinadi. Men buning aniq vaqtini inshaalloh erta kechgacha yo'llayman. Topshiriq ishlagan o'quvchilarning har kunlik topshiriqi 5 numaraga hisob bo'ladi. 100 numara olgan bo'lsa, 80 numara olgan bo'lsa 4 numaraga shu bo'yicha nisbatda mangdi. Bu oxirgi imtihon numari qo'shiladi. Agar kam olib qolgan bo'lsa qo'shiladi. Ammo shu bo'yicha tanlab chiqiladi. Tanlab o'quvchi bolalarning ichidan ma'lum o'quvchi bolalarga taqdirnoma taqdimiz. Birinchi qism kitobda tirishib yaxshi o'qigan o'quvchilarga taqdirnoma taqdimiz. Bugungi darsimizning muzokarasining asosiy mazmuni shu. Tushunmagan savol bo'lsa so'rasanglar bo'ladi.
Eğer başka tushunmagan mazmun bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi shu. Darsni bir qadar tafsil so'zlangachga bu muzokarada qaytalab so'zlashning hojati yo'q. Qolganda bolalarning boshqa savoli yo'q o'xshaydi. Unda bo'lsa o'qitishlar biz inshaalloh yangi kitobniki muzokarasini ko'rishimiz. Biz ertalik darsning muzokarasini qilmaymiz, chunki alohida yangi grammatikalik mazmun yo'q. Faqatla bir dona mazmun bor. Uni hozir men qisqacha eslab o'taman. U qaysi deganda biz buyruq fe'lining birini o'rganamiz. Ertalik darsimizda hati keltur degan buyruq fe'lini o'rganamiz. Bu eylik shakli, buning ayollik shakli, uni biz keyin o'rganamiz. Masalan, qalamni keltur yoki qalamni akel, daftarni akel, kitobni akel deganda hatil kitob, hatil qalam, kitobni aka, qalamni aka deb ishlatamiz. Bu ertalik darsi so'zlanadi. Shunga ertalik darsi alohida mazmun bo'lmoqchi, biz ertalik ayrim muzokara o'rlashtirmaymiz. Unda bo'lsa vaqtlar biz inshaalloh yangi kitobimizning muzokarasiga ko'rishaylik. Assalomu alaykum.